Kompüter. Endi bo'ldi değil mi? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ekran oldi qarindoshlar, hammalarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Bugun biz Uyg'ur choyxonasi suhbat programmalaridan siyosiy analiz nimasida Donald Trumpning prezident bo'lib saylanishi, dunyoning siyosiy vaziyati va Uyg'ur masalasi haqida suhbat olib boramiz. Bugungi suhbatga To'g'liq Abdurazzoq akamiz bilan Mavlon Yosin akamizni taklif qildik. Bu arishlarimiz Amerikada yaşaydı. Amerika'nınki saylamının en kızıkıp haberli görüp nurgun uçurlarını toplaptı. Esselamu Aleyküm Toğluqqa, Mevlanka, Uygur Çayxanası, Söhbətxanası hoş geldinler. Aleykümselam. Muş ekranı bəginin köp rəhmət. Rəhmət sizlərin ekrana çıxqanınlığa. Aval sizlərini bir tunuşdurub ötəy. Mevlankamni hemimiz tunuymiz. Mevlankam nurgun söhbetlerge çıqqan. Şurada özünüz bir tunuşturamsınız Mevlanka ya? Ya boldu men tonuydum yine. İlgili söhbetlerde baatden uzun bolunda tekrar çıkmadı. Yüzünün ağızlanmayla Toğluqqa özünüz bir kısıkçı bir tunuşturuyorsun programı başlasak. Rahmet. Assalamu alaykum. Bütün dünyadaki barlıq Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Ma aldığımızdaki 11. ayının 12. günü Şərq Türkistan Cumhuriyetimizninki qurulğan günü oldu. Şunun için aldı bilen hemminlarning bayram gününlerini bir qutluklayma, tebriklayma. Bunu unutup qalmaydı. Bu bir. Endi özüm kelsem men uzundan beri 30 neçə yıldan beri muş ihramdan töven düşmegen adam. Bütün dünyadaki barlıq qarindoshlar meni tanıydı deb o'ylayman. Meni hamda kasbiy jihatda jon beqish nimam data scientist hamda. Ma'lumot ilmiy nima deymiz Uyg'urchada hamda. Scientist deganda hamda ma'lumot ilmidagi mutaxassis deb asaqim bo'ldi. Scientist yani alim degan ma'noni bildirdi. Men o'zimni alim degim yo'q. Data scientist. Bu kasb jihatdan shu orqali jon boqaman. Uzun yıllardan beri. Endi men siyasi jihatdagi köp ishlarga aralashgan Amerika Uyg'ur birlashmasining qurg'uvchisi men. Bu to'g'riliq ayrim o'zim tanishtirsam bo'ldi. Bu bir. Endi o'zinglar bilgandek oldingi navbatlik Sharq Turkiston sürgünlü hukumatiningki bosh ministri bo'lib 4 yil ishladim. Uningdan keyin ikkinchi qitimliqqa men o'zimni ko'rsatmadim. Chunki nurgun başka sebepler var, aile sebebi, başka sebepler var. Donald Trump'ınki sayılışının bu sebebi var. Şunun için bir şey geçeceğim, üzerinde şunçilik konuşturay. Kalganlarını kiyimken, yani müşlak sohbetler devamlaştığımda bu doğruluk yani paranlaşacağımız. Rahmet. İki hafta ilgili yani 10. aydan 27. günü Uygur Çayxana Söhbətxanasında Mevlon Yosin akimiz hem de Mehmet Mustafa akimizle birlikte Amerika saylimi ve onun Uygurlarga bo'lgan ta'siri haqida suhbat o'tkazgan. Suhbat jarayonida prezident saylimdan keyin yana bir suhbat o'tkazayli deyishgan. Shunga bugun Donald Trumpningki prezident bo'lib saylanishi, dunyoning siyosiy vaziyati va Uyg'ur masalasi haqida To'g'liq Abdurazzoq akamiz, Mavlon Yosin akamiz bilan birlikda naq maydon suhbat o'rlashtirdik. 11. aydan 5. kuni butun dunyoning kuchli diqqatini tortgan Amerika prezidentlik saylimi oxiri Sabiq prezident Donald Trump Amerika xalqi tarafidan eng yuqori qo'llash bilan g'alaba qilib 47. navbatlik Amerika prezidenti bo'lib saylanib, Amerika tarixida tunji qatam burun bir prezident bo'lgan bir odamning yana qaytadan davra atlab prezident bo'lishdek yangilikni yaratib butun dunyoni hayron qoldirdi. Amerika hukumatining dunyolik saylamlarning ichida dunyoning siyosatiga hammadan bakrak ta'sir ko'rsatadigan saylam Amerika saylami bo'lg'achqa dunyodagi davlatlarning rahbarlari orqa-orqadan tabrikladi. Shundaqla bütün ijtimoiy to'g'rispullarda Donald Trump kelar yili yana 2025 yilda 1-20 kuni qasam berib Oqsaroyga kirib huquqni qo'lga olganda o'z davlatining siyosiy qanday ta'sir ko'rsatganligi haqida har xil muloyizalar qilmoqda. Bizmi bir Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan Amerikaning siyosati Xitoylar bevosita bog'lanishlar Uyg'urlarga bu siyosatning ichida bo'lganligi uchun biz Uyg'urlarning ko'zidinmi Donald Trumpning bu qatimliqqa saylovni g'alaba qilishi ham keng siyosat haqida o'zimizning bir analizni
qilib boqaylik. Hemen sualga viyas kirib ketdim hamsa. Birinchi savol. Bu qatimki Amerika saylimda Trumpning qayta sayılib chiqishi dunyoning diqqatini tortgandek, diasporadagi Uyg'urlarning diqqatini tortdi. Ba'zi tashkilot rahbarlari, siyosiy faoliyatchilar Donald Trumpni tabriklab o'zlarining ijtimoiy aloqa usullarida bayonotlarni e'lon qildi. Sizlarcha diasporadagi Uyg'ur tashkilot rahbarlari va siyosiy faoliyatchilarning yangidan saylanib chiqqan prezident Donald Trumpni tabriklashga qanday qaraysizlar? Bunun bir ahamiyati bormi? Buni avval to'liqdan bir so'rab qo'y, to'liqdan bir javob bersin. Rahmat Abduljon. Mushu çayxonaning suhbatlarini o'rinlashtirganingiz uchun men nihoyat mamnun bo'ldim. Oldi bilan sizga rahmatimni bildiraman. Endi men bir narsani bayqadimki, mushu saylam boshlashdan burun Mavlon Yasin efendim, Nur Mehmet efendim shunlar bir suhbat berdinglar saylamdan burun. Endi mencha shu saylamdan keyin saylam zodi qanday bo'ldi? Qanday natijalar qozondi degan to'g'riliq biroz to'xtalsak. Men uning azroq tayyorlik qilgandim. Agar vaqt bersangiz, men shu saylamning jarayonini, andikin saylamning natijalarini, ya'ni nima ishlar bor, saylamning oxirgi nega olib bordi degan to'g'riliq azroq tunishtirib o'tgan bo'lsam, bir 5 minut yoki 10 minutdek vaqt bergan. 5 minut qo'yib tezroq qilamiz, bir to'xtalamiz. Hamsa savolga kirib ketaylik. Bo'ladi. Chunki bu shu savollarga siz o'ttirib qo'ygan shu savollar bilan munosabatli. Chunki saylam zodi qanday bo'ldi, nima uchun shunday bo'ldi degan to'g'riliq biz mencha Uyg'ur diasporada bu to'g'riliq munozirlar bo'lmadi sizlardan boshqalardan-chu. Endi o'tganki suhbatinglarni men boshdan oxiri anglab chiqmadim, lekin yerimidagini anglab chiqdim. Uningki nima bir taraflimi sal tushunchalar borki, menmi o'zimning fikrimni o'ttirib qo'yib qo'y. Shuning bilan qani bir boshlasak, ha. Qani agar 5 minutda ishib ketsa yoki nima qilib qolsam, to'xtatib qo'ysangiz bo'ldi. Uningda gap yo'q, ha. Qani men shu oldi bilan shu saylam natijasini saylam natijasi bu yil hamda shu noyabrning 5-kuni chiqdi-da, hamda siz deb o'tgandek Donald Trump tutib chiqdi. Donald Trump tutib chiqqandimi landslide victory deydi. Buni tog' gumurlab tushgan chog'dagi nimadeklar shundoq bir utib chiqdi deganni bildirdi. Landslide buni hammadan e'tirof qilyapti. Donald Trumpning bugungi bileti qarab baqsam 301 bilan utibdi. Hamda prezidentimiz uchun 270 Electoral College'ning biletini elish kerak. 270 dan allaqachon yechib bo'ldi. Mening hozirgi mo'ljalishimcha Arizona var, Arizona bir shtat qoldi. U shtat nima Donald Trump ib ketadigan bo'ldi. Shuning bilan Donald Trumpning to'liq biletning soni masanni esinglar tushunjimi? 312 bilet bo'ldi. Chunki Arizonada 11 elektoral biletning soni 11 electoral college. Shuning bilan Donald Trump prezident bo'lib saylandi. Uni Harris'mi chiqib e'tirof qilib Trumpni tabrikladi. Prezident Bidenmi chiqib tabrikladi. Nihoyat xushallik bilan, rozilik bilan tabrikladi ikkilisi. Chunki ular ushtirayotganini e'tirof qildi. Bu bir. Endi san'atning ahvoliga keladigan bo'lsak, san'atni agar sizlar hozir qaraydigan bo'lsanglar, san'atningki 100 o'rni bor-da. San'atning 100 o'rniningki 53'ni mana bugün hazır o'taganda tekshiradigan bo'lsam 53 biletni Demokratik Republikan Partiya, ya'ni Cumhuriyet Partiyasi ib ketdi. Endi mening mo'ljalishimcha yana bir biletni ola oladi. Demak, san'atdagi balans qanday ahvol bo'ldi deganda 54 ta 40 46 bo'ldi. Demak, u vaqtda san'atdimi Cumhuriyet Partiyasi nihoyat ustun o'rinda turdi. Bu bir muhim bir nimada. Andikin House'ni alaylik. House'ni hamda Avam Palata deb apti. Avam Palata degan deb olganga men hozir qo'shilib ketmayman. Chunki Avam Palata degan atalg'u ma'u Angliya, Yevropadagi bir qancha davlatlarning atalg'usi. Men hamda House deb olay yoki Avam Palata deb olib turaylik. Avam Palataninki ahvol qanday deganda, hozir sizlar agar kompyuterga chiqib check qiladigan bo'lsanglar, Avam Palatada Cumhuriyet Partiyasi yani oldida 212 biletni oldi. Demokratik Partiyasi yani Demokratik Partiya 200 ni oldi-da. Demak, bu yerda agar qaysi partiya 218 biletni oldiganlar bo'lsa,
u üstün o'rin turgan bo'ldi. House'ninki majority'ni egallaydigan bo'ldi. Mutlaq ko'pchilikni egallaydigan bo'ldi. Mening bugungi mo'ljalishimcha nimaninki beliti 220 deydi. House Cumhuriyet Partiyasining 227 gerçi hozir 212 degan. Men tekshirib ko'rdim, har bir countylarning shu har bir House'ning representative'ning sonlarini qarab baksam, 10 biletni chataq yo'q etdi. Şu vaqtida 220 ni ala olaydi. Demak, bunday ahvollar qanday bo'ldi deganda, prezident saylamda bo'lamdi, senat saylamda bo'lamdi, nima Avam palatasi her üçüsü de Cumhuriyet Partisi egallab ketdi. Bu bir. Yani yana bir en mühim nokta nima deganda popular vote deydi. Şu popular vote degan so'z nima deganda shu Amerika umumiy saylovchilarninki umumiy soni qancha deganda buningdimi Donald Trump bugungi nimasi qaraganda 74 milyon yetti. Umumiy Harris'ning oldida. Harris'ning oldi bo'lgandan keyin bu vaqtda popular vote'ni yeb ketdi degan so'zda. Bularning hammasi landslide victory var. Landslide victory'ninki aniqlamasiga to'g'ri tushdi. Chunki agar sizlar hozir shu xarita qaraydigan bo'lsanglar, endi asosan qizil Amerikaning shu. Bu yerda endi hammamiz bilamiz-ku deyman hozir. Demokratik partiyaninki belgisi blue, ko'k. Cumhuriyet Partiyaninki qizil bo'ldi da. Bu yerda agar xarita qaraydigan qip-qizil egallab ketgan. Bu o'tgan saylovda işte qip-qizil bo'lgan, bu yerda endi qanday bo'ldi degan chog'da-chi, bu xaritaninki qizil bo'yalganligilar ol birsiniki prezident bo'lganligining bu nishini atayin. Chunki bu Amerikaninki aholisining mutlaq ko'p qismi shu nima Sharq Coast'ta andiki West G'arb Coast'ta shu yerga joylashgan. U yerda cho'ng shaharlar bor. Masalan, New York shtati deymiz, andik oyoqda Kaliforniya shtati deymiz, oyoqda New Jersey, biz turayotgan Maryland deymiz, oyoqda Oregon, Washington shtatlari degan bular hammasi nima dedi endi chet rayonlarda dengiz yaqinlarma, dengiz yaqinlik cho'ng shaharlar, bu yerlarda Ovozunuz chiqmadi. Uni yo'qotib ketdi. To'liq ovozunuz kelmadi. Hey, uning yo'q. Hech anglamadim. Ovozunuz yo'q. Hey. Ovozunuz yo'q to'liqqa. Anim suzib ketdimi mikrofonni birinchi. Ovoz yo'q. Chiqib qoldi. Angışı Mevlanka sizlep tuzlamken to'liqqa qanday bo'ldi endi? Nima to'liq ketdi? Savolingni boshqadan takrorlag'ini? Meniki savolim asli bu qatimqi Donald Trumpningki prezident saylangandan keyin ovozingiz yo'qolib ketdi to'liqqa. Mening ovozim chiqyapti qanday? Yo'q, ava yo'qolib ketdi. Ovozim chiqyapti? Endi chiqdi endi. Endi chiqdi. Ava bir oldingi 1 minutlik vaqtingni so'zlading, ovozing chiqmadi. Hello. Shunday bo'lganda to'liqqa oldingizmi gapimni? Hello. Ovoz bor. Ovoz bor. Yani sizni ham qilib turaylik kimsa. Demakchi hamda Trump prezident bo'lib saylanib chiqqandan keyin dunyoninki nurg'un davlatning rahbarlari hammasi Trumpniki prezident saylanganligini tabriklab uchurlarni bayon e'lon qildi. Shular Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur siyosiy aktivistlarmi o'ziniki qo'llaydiganligini
ifodalab bayonotlarni e'lon qildi. Demakchi o'g'limiz endi o'sha Prezident Donald Trampni tabriklashga qanday qaraysa, buning biror ahamiyati bormi, ya'ni biz Uyg'urlarga nisbatan? To'liq pay chiqdimi? Siz Men ovoz chiqdimi hozir? Ovozini biz anglayapmiz. Abay üzülüp ketib qoldimi, qandaqmi, yo'qolib ketdimi o? shu ovozingiz chiqmay qolib qolgandi. Shundami? To'g'rilikka ashda bo'lganda Trump eng yuqori sizning so'zganingiz men shuni tushundim. Trump eng yuqori ovozda futdi, undan boshqa senatorda, uning keyindan boshqa nimalarda, ya'ni 3 nimada shunaqa hammasida yuqori ko'p soliq egalladi dedingiz. Shunaqa asos gapniki postqallasa. Shunaqa? Ha. Anlatamdan davomlashtirsa oldu. Aşağı davomlashtirsangiz bo'ladi. Aşağı senator, uning keyindan House mushto'g'ris qisqacha bir tushuntirib bersangiz, aşağı senator degan nima, Avam palata, Kengash palatasi shu qisqacha bir tushuntirib bergan gapni nima qilsak tugatsak. Ya men shu popular vote'ni mufti dedim-ku, asosiy meni xulosalab aytgan chog'da Senatni, House'ni, andikin popular vote'ni oldi dedim. Shunaqmi? Shu to'g'risida tushuntirib bersan, senator, House and House'ning shu to'g'risida qisqa tushuntirib, shu qanday organlar. Ya uni men sal turib tonishtiray deganda men boshliqi yomon chechilib ketmayli-ku mazmunlarda. Chunki u bir ayrim mazmun. Bulamda men sal turib yana bir orliqda bo'lsa, ayre dedik, mushariki dunyoning nurg'un davlatlarining rahbarlari Donald Trumpning chiqqanligini qo'llab, o'zining bayonotlari e'lon qildi. Trumpning rahbari telefon qildi, sosyal medialarda har xil bayonotlar e'lon qildi. Jumladan Uyg'ur tashkilotlarimi, Uyg'ur siyosiy aktivistlarimi Trumpni qo'llaydiganligini uni tabriklab, mushta bayonotlar e'lon qildi. Biz Uyg'urlarniki shu Donald Trumpni qo'llab bayonot e'lon qilishimizmi, qanday qarashlar, buning bir ahamiyati bormi? Menden so'radim sizga so'ragan savolim sizdan. Ya mening ko'z qarashimcha burundan shunday bu to'g'riliq men o'zgarmadim. Uyg'urlar va siyosiy harakatlarga to'liq qatnashish kerak. O'tganda Mevlana degan fikrga men tez qo'shilmayman. U yerda nima deganda Uyg'urlar jim o'tirib turinglar, buni aralashmanglar degan gap. Uyg'urlar men shuni deyapman. Uyg'urlar jazman aralashışı kerak bunday siyosiy o'rinlar bor. Mesela Yaponiyadagi Alfiyani bilamiz-ku, Alfiyani Yaponiyada nimasi? Agar u o'zininki shaxsiy fikrini demay, agar shu o'zini yoshiradigan bo'lsa, unda o'rinlarga chiqmadi. Amerikadami shunday bir qancha Uyg'urlar bor, shunday siyosiy qatlamlarga kiralganlarning hammasi o'zining pozitsiyalarini aniq degan. Masalan, Nuriy Turkalni oldigan bo'lsak, Nuriy Turkal degan o'z vaqtida maqola yozib, Trump'ni qattiq tanqidlab yozgan. Agar shu vaqtida Uyg'ur jamiyati agar biz siyosatga aralashmaylik, u partiyani ranjitib qo'yamiz deyilgan ishlar bo'lsa, bu ishlar bitmaydi. Shuning uchun mening bu yerdagi nimam nihoyatda aniq bu yerda. Uyg'urlar jazman kichigidan tortib siyosiy organizatsiyalarga bo'libmi Amerikaniki siyosiy qatlamda kirish kerak. U vaqtda qanday qildi deganda, nima deymiz, o'zingizning pozitsiyasini uchuq oshkora deyish kerak. Bu yerda undaq Uyg'urlar aralashmanglar, uni ranjitib qo'y, demokratik partiyani ranjitib qo'ysak qanday bo'ldi deb shu vaqtlarda ma'murji qadamlar degan. Voy to'liqqa siz shu Trumpni qo'llab bak nimalarga chiqib ketdingiz. Bu qanday? Men shu vaqtda shu javobni bergandim. Demokratiklar tarafdan Uyg'ur demokratchilarmi chiqib o'zlarining fikrini andikin bizlarga bir expose qilamiz. Shundaq siyosiy harakat degan qanday bo'ldi? Amerikaning siyosati qanday bo'ldi deganlarni shu harakatlar orqali, amaliy harakatlar orqali o'rganamiz. Agar biz yoshlarimizga voy jim o'tiribdi Uyg'ur degan ozliqdan emas, bu daqi saylamda men ashunaq nuqtani demoqchi bo'lgandim. Mishada qistirib aytay, bu daqi saylamda bor-ku, Trumpning utishningki eng cho'ng rolni o'ynagan nima? Qartanliklar, Latinolar, andiki shu Asian Amerikanlarning ichida albatta Xitoylarni kirdi, Hindistonlik Amerikalılar kirdi, ya'ni boshqalar, musulmon Amerikalılar shularning ichida. Shularning ichidan nurg'un biletlarni oladi. Shular eng oxiri kelib kimlar belgildi degan chog'da shu oz sondagi imlar belgildi.
Kim biladi? Uyg'ur, masalan, Uyg'urlar to'liq turayotgan shu Virginia'ni alayli, Fairfax rayonini alayli. Agar ash Fairfaxda bir 5-600 Uyg'urlar chiqib, agar ashada Fairfax County'ninki shu nima deymiz yerdagi shu representativni o'rnini talishimiz deydigan bir Uyg'ur chiqadigan bo'lsa, shu 5-600 birayman Uyg'ur shuni qo'llab beradigan bo'lsak, shu ip ketish mumkin. Bunu iliş için kandak kılışka cezmen bu Amerika'nınki özümüz bilimizle ötkende Mevlana'mı tanıştırıp etti. Amerika degen iki partiya sistem, two party system değil. Bir başka yani 5-6 uşak partiyalar var, Green Parti'ye deydi, Constitution Party deydi. Yani onda hatta Şarkı Türkistan partiyasının babiyede. Partiyalar degen Nurgun Parti. Lekin her bulanın hemmisini yığıştırıp adı partiye deydi. Başka partiyalar deydi. Bulanın mı nurgun rol oynadı. Robert Kennedy'ni alaydı. Rob Kennedy en ahırkı basmışta nair çoğun asqatdı. Nima üçün degende Robert degen asli ben Demokratik Partiyanın azaskendik, o özünün pozisiyasını özgertip ben independent bolup çıkmaya dep independent bir degen independent parti degen narsa yok. Ben şunu iniq düşendirdi. Independent degen baqa hiç qandaq partiye tabe bulmaganlar independentlar deydi. O Robert özünü independent dep çıkıp aldı. Onundan keyin özüne ait iniq men Trump'ını kollayma dep çıktı. O nait çoğun rol oynadı. Çünkü o demokratiklarının içindeki nurgun demokratlarına independentlarını o Trump tarafı tatlı aldı. Şunun için benim demekçi oğlum, gepimnin mevzini demekçi oğlum, Uygurlar, bulup biz çoğunlar, yaşlığa herkes siyasetke aralashma diyen gepni demesligimiz gerek. Mevlanka, siz to'liqlagan gibi qanday qaraysiz? Sizning qo'shilgan to'liqlama nimalarınız bormi? Bu sen bu ahmiyetini sordun. Sualınınki bununki ahmiyet. Senin sualınınki meyve sözü ahmiyet. Bu saylamның bir neç ahmiyeti var. Bir halk arada bir tarihte mesela Biden taraf bilan Trump taraf ikisi shunchalik düşman kadar mushunda qattiq bo'lsa-mu, huquqni tinchlik bilan bir guruhidan yan bir guruhiga o'tkazdi. Mesela burun Fransiya inqilobi bo'lsin, ya Sovet ittifoqininki parchalanishi bo'lsin, ya Xitoylar garb bu cho'ng nimalar partiyadan partiyaga aralashganda nurg'un qon to'kishlar bo'lgan. Bu da mana Biden bilan Kamala ikkisi mag'lub bo'lgandan keyin Trump'ni tabrikledi. İkisi tilpin urib tabriklab o'zining mag'lub bo'lganini iqror qilib Trump'ning g'alaba qozonini qildi. Bu tarixda nihoyatda cho'ng narsa, bir cho'ng ahamiyatli narsa. Bu bir tinchlikda huquq bir partiyadan yana bir partiyaga o'tish. Qancha shunchalik oldida saylanish jarayonida bir-birini shunda qattiq tilgan bo'lsa-mu, bu ikki haqiqatan ajoyib qattiq tilgan bo'lsa-mu, tutgandan keyin Biden'a birinchi gapi endi hammamiz qizib ketgan temperaturamizni tuvallatib, yeni hukumatga yordamlashaylik dedi. Bu bir ikkinchi. Gapingiz bo'layotgan tuturam. Mushu avan dediq-ku, Trumpni qo'llab bayon e'lon qilgan nurg'un dunyoviy arboblar, davlat prezidentlari, Uyg'ur tashkilotlarining Uyg'ur tashkilotlar, Uyg'ur siyosiy aktivistlarning buni bayon e'lon qilib qo'llaydiganligini bildirdi. Men demoqchi o'g'lim, Uyg'urlarning ham shunday bayon e'lon qilib Trumpni qo'llaydigan haqida o'zining sotsial mediada e'lon qilishining ham bir ahamiyati bormi demoqchi. To'xta, men shu yerga kelyapman. Men shu yerga. Uningdan keyin budaqi Trumpninki Amerika saylashi Amerika jamiyatida cho'ng g'ul qo'zg'adi. Amerikaningki bu jamiyatining qanday yaxshi qo'zg'almaganligini Amerikaningki kapital bozordan bilsa. Trump saylandi degandan keyin Amerikaning butun Dow, Nasdaq, S&P degan butun paychaklari shundoq o'sib ketdi. Har bir xalq masalan paychak bor odamlar shunchalik pulda 6000 ga yetay deb qoldi Dow. Undan bo'libmi masalan energiya, ishlab chiqarish, sanoat, moliya qatorliq butun sohalarda nihoyat bir plus intayin bir jarat, yoshlik kirib chiqdi. Bular hammasi Amerikaning iqtisodininki taraqqilishiga intayin cho'ng rol o'ynaydi. Amerikaning iqtisodi cho'ng rol o'ynash bilan bir vaqtda
dunyoning taraqqiyotiga cho'ng rol o'ynaydi. Xitoy keng kelimiz. Undan keyin masalan budaq saylanni qarasang, Trump buning oldida Trump deganini sotqa tortdi. Buni ayollarga chiqinchilik qildi dedi, impeach qilindi dedi, 2 qatim qasdlik uchirdi. Mo'shunchalar jarayonda yana bu saylanib chiqib ketdi. Buning shunchalar qiynimo kamçılıkları intayin jiq bu adamның ağzı kelgen sözleydi. Gipininki ilaqi ağzı ilaq gipiga mas'uliyat yo'q sözleydi. Yana xalq buni nimaga shunchalar saylab ketdi desa, buni ahamiyati biri Amerikada mal bahasının üst ketishi. Xalqlar eng oxiri mayli sen nima bo'lishingdan qattar yanchiq portmalla qarab sözleydi. Mening yanchig'imdagi pul ko'payotamdi, ozayotamdi. Bu bir ikkinchi ko'chman. Trump'ni tutgan masalasi biri iqtisod, biri ko'chman. Bu ikki masalada Trump'ı Kamala'ni ustunlikda ip ketdi. Kamala kashqi ayollarning tug'ut masalasi, tug'ut erkinligi bo'lishi kerak dedi. Bu masala Kamala'nın degan masalasi ayolning tug'ut degan nurg'un Amerika xristianlarning qo'llashiga erishmaydi. Amerikaning ikki teri Atlantik okeanida, Tinch okeanida ikki terida har yerdan kelgan odamlar bo'lib, bularningki manda erkinlik, manda ayollar, manda narsalar bilan biroz dinsiz bo'lgan bilan Amerikaning o'ttiri Bible Belt deydi, Injil Belvigi deydi, bu yoqdagilar hammasi xristian dinga oid uchun. Trump din tarafdan oid kuchli bo'ldi. Hatto Wisconsin'dagi musulmonlar Trump'ni sayladi. Nimish qilsang bu ayol demaymiz degan bundaq demokratiyaning bu siyosatlari musulmonlarningga qarshi uchirdi. Trump ashakbadi butun Wisconsin'dagi musulmonlar 90% Trump'ni sayladi. Bu Trump'ni utib chiqishda intayin cho'ng rol. Endi Uyg'urlar kelsak, albatta bu Uyg'urlarga bir necha yil birdan turib Xitoy masalasini so'zlaydi. Uyg'urlar haqiqatan bu Uyg'urlarga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Bu saylamda Uyg'urlar masalanga Uyg'urlarning nimishga cho'ng ta'sir ko'rsatdi desang, Trump hukumat vaqtida Xitoyning ilib borgan qirg'inchilikni irqiy qirg'inchilik deb Trump bekitgan. Şu vaqtda Pompeo şu masalani dunyoda tunji qatam Sharq Turkistonda qirg'inchilikni irqiy qirg'inchilik deb bekitgan. Bu Uyg'urlarning qalbida cho'nqur o'rin olgan. Biden hukumati shu siyosatni davomlashtirib, Biden hukumat jarayonida haqiqatan Xitoyga ilib borgan barliq jazolar Biden hukumat jarayonida bo'lgan. Trump o davrda qilishga ulgurmagan. Shuning uchun buningga nurg'un Uyg'ur tashkilotlarining tabriklashimi tabiiy. Tabiiy bo'ldi. Men lekin saylash oldingi bilan o'xshamaydi. Yiliq ikki partiya toz ikkisi jiddiy qilib ketib qolgan vaqtida, men bu vaqtida Uyg'urlarni biz az odam, dasmirimiz yo'q. Amerikaning saylamiga cho'ng ta'sir ko'rsatmaymiz hozir. Shuning uchun bu yerda mani saylayman deb oldinlarga chiqib ketmanglar degan. Chunki bilmaysan, masalan biz hammamiz Trump deb ketgan bo'lsak, Trump Uyg'urlar Amerikadagi Uyg'urlarning 90-95% Trump'ni sayladi. Ben bunu uchun da dalalayman. Lekin Kamala bo'lib qolsa qanday qilsa? Shu hozir bo'ldi, shuning uchun butun Uyg'ur tashkilotlarining buni tabriklashi, buni nim qilishi bu tabiiy, bu to'g'ri yo'l. Tabriklaymiz. Endi masalan Trumpning hozir masalan Pompeo qaytib keldiga o'xshaydi. Uya kinkilimiz. Ya Mevlam mesela ben bir yığız yaptık. Uyg'urlarni hammasi Uyg'urlarmi bir xil ilhom, shuning uchun ham Uyg'urlar ichidagi xo'shallik, bir xil umidni ifodalab hammalarninki tabriklashi Uyg'ur tashkilotlarining har vositalarning tabriklashi bu tabiiy bo'ldi. Ben ikki yığız yaptırıp koyamam fikirge. Xo'sh. Ya ben Mevlan'ınki çok koşulmaydıgan yerimde ben inik dedim. Mevlan'ın davatqıda aciz vaktinde siyasetke arlaşma. Partiye tarafı ötme. Çünkü biz aciz. Eğer şu kız karıştı olduğun bulsak, bu oylap bakınlar. Xitay degen küçük devlet. O vaxtda Xitayga mı jim oturup durgan ahval çıkanda. Çünkü biz eğer demokratik partiyenin yürgizgen siyaseti boyunca
agar davomlashadigan bo'lsa, o vaqtida biz yanıla özümüzün karşı fikrimizni beralaydigan, karşı fikrimizni o'ttirib qo'ya oladigan shundoq jasoratlik Uyg'urlarni tarbiya. O kuchli albatta. Bugun agar men chiqib ko'chadagi 10 odam bilan so'zlashadigan bo'lsam, 10 odamning 9 chiqib Trumpni qo'llaymiz deydi. U degan odatlik odamlarning psixologiyasi. Bu da abay Mevlam bir gapni dedi, nima uchun bu da tinchlik bilan o'tib ketdi dedi. Tinchlik bo'lmadi amaliyotda. Men saylam kuni var, men bu da saylam kuni soat 10gacha o'tdim. 10gacha o'tirib, men shu vaqtida xulos chiqaramagandim. Gerçi onundan burun ben Trump'ını cezmen %100 usulü dep geldim. Müşahede Uygurlardan sorap bakın. Her kandak Uygurdan sorayadığan bilsanlar, ben koygan sualıga ben Trump tutup çıkıdı dep cevap verip geldim de. Çünkü ben bu doğru bunu işte köp arlaşkan. Çünkü öz vaxtıda 2016 Trump saylanğanda ben şu vaxtını 2020 yıl özünü qaytadan körsətken çağda hemmeler körsün. Ben 1. ayının 6. gündeki Washington'daki meydandaki yığın qatnaşqan. O qatnaşış jarayonida men chiqargan xulos, o bütün eşini bir yasalmış şekilde şu vaqani to'qib chiqib Cumhuriyet Partiyasiga hujum qilgan bu vaqtida. O vaqtida men ansirgandim. Mening bir nima bitam, lekin men qo'rqmadim o vaqtida. Men shu yanıla o'zimning postiyarim bo'yicha mana Marylandni bilamiz, Mevlan obdan bildim. Maryland degan hardcore odamda, hardcore Uyg'urcha deymiz. Deb olsa qoldi Uyg'urcha. Hardcore demokratik shtatda bu yerda Trump mi kelmaydi o? Hillary mi kelmagan, Biden mi kelmagan, Harris mi kelmagan, bu yer kelishning hojati yo'q. Bu degan demokratik shtat jazman saylaydi. Xuddi Kaliforniyada. Bu da saylamdimi Demokratik Partiyadan shu Marylandda 60% oldi. Bizdek şu Maryland'daki Cumhuriyetçiler fakat 40% egallaydı. O ahval özgermemdi. Şunun tırışıvatımız, özgertimiz de tırışıvatımız bir şeydi. İşte ahvallarda. Hem de ne demekçi ben degen çağdı şu. Bu siyasetke toxtanglar. Ma siyasetke ağırlış arkalık. Aciz güçlük demezsen ağırlış arkalık ne koy. Eğer Trump'ın aldığın bulsak abay Mevlan'ı özü dep etti. Landslide deganni hemmimiz bilimiz. Lekin Trump degan qandaq ahvolga tushdi degan chaqda 90% yuqori adam Trump'ı tugashdi. Çünkü New York Trump'ını jinoyatchi dedi. Hali ayollarning ishi 30 yildan burun ayollarning ishini chiqarib uni qildi, buni qildi. Nurg'un narsalar. Nurg'un odamlar shu vaqtida ishonch yo'q Trump tugashdi degan narsani chiqargan. Men u vaqtida yanıla ishonchlik bo'lgandim. Chunki ma odamning kendisi men Ben bir imza berip ettim. Tuğluk Mevlan siyasetini arlaşmağlar deydi. Dedi ben siyaset arlaşmağlar demedim. Tuğluk siyasetini ügengin devatım. Sen siyasetini muşunda hükümette Uygurlar acil vaktimizde muştak medyada mesela biz hükümetle aralışmıyoruz. Mesela teşkilatların reisliği ben bir nesli tıpı vurdum. Sizler adı sayılan Türkçe partiye bildirmenler bir yere. Bildirsenler sayılanlar, demini bildirsenler. Çünkü biz şu hükümetle hizmet kılsınlar dedim. Şu hükümetle hizmet kılsınlar. Şunun için sayılanlar. Lekin her işkisini utup kılışını kılınlar. Biz siyasetini üzgüneyli. Siyaset degen o bir mışında hareketçen buluşunu talep kıldı. Old style siyaset, konu pasondaki siyaset. Yeni pasondaki siyaset degen Trump'ı degen şunu özgertti. Trump degan müce hiç qandaq siyasi nimalar yo'q. Bir biznesmen 90% adam usturuydu deb o'ylamagan. Trump'ı chiqqan kunidan tortib 75% Amerika xalqi Trump'ni ustida Biden chunki bir o'lik odamdek ko'ringan u. Kamala chiqqanda 50% bo'ldi, lekin bütün iqtisodchilar yanılar Trump'ni. Bu to'g'rimi mening fikrim o'xshamaydi. Mening fikrim o'xshamaydi. Yana bir savol beray. Men suhbat degan mushtaq bo'lish kerak. Agar bu yerda men deyotganda meni to'xtatib qo'yib, boshqasi so'z qiladigan bo'lsangiz-ku, vaqtda men bu yerda hazırlashib ketay. Sizlar so'zlashib. Bu suhbat degan-ku biz Uyg'urlar suhbat o'xshamagan fikrdagilarni deyishni o'tirib kelishgan. Hozir Mevlan gapini deb oldi, men gapimni deb olay. Bo'lamda? Xo'sh. Bo'lamda? Joe Bidenni ishtirib chiqaryotgan.
Okay, bu mesele keleydi. Joe Biden'ı iştirip çıkarıyotganning sebebini uni qayerda bundaq qildi, andaq qildi deb. Agar men musha narsani deb agar Joe Biden tushirgan bo'lsa, Kamala Harris'tin haslab nim qilgan bo'ladi. Utamatdi, lekin haslab biletlarni oladigan bo'ladi. Chunki aning bazisi bor. Harris'ning nim bazisi bor. Harris'ning degan o'zinglar bilsizlar, o'zing alik Demokratik partiyaning convention nimaga özünü namzat ko'rsatgan chog'da Joe Biden degan 18 million biletni olgan. Harris degan birinchi bo'lib chiqib ketgan u. O'ziniki bilet yetishmagan. Shularning hammasi qanday bo'ldi deganda Harrisning chiqishiga norozi bo'ldi. Harrisning chiqishiga kim oqida nim qildi? Mencha Obama bo'ldi. Joe Biden o'z xohlamagan. Joe Biden eng oxirgi payt kelgan chog'da meningki dead body'dan o'tgan chog'da andiki men o'zimni ko'rsatmayman degan. Lekin keyin Nancy Pelosi'mi nim qildi? Nancy Pelosi'ning gapi chiqdi hozir. Nancy Pelosi bugun aytgan chiqib, ya'ni Joe Bidenni da'vatida agar Joe Biden balduroq chiqib ketmagan bo'lsa, u Harris utib chiqadi deb. Ashumi gapmi, ashumi. Hey, o'ylab bakinglar, u bir Amerikaning prezidenti sayılmadik narsa. Joe Biden degan o'zi bo'lma deb o'zini ko'rsatgan. Qandoqlar eng oxirgi paytda Kaliforniyaga borgan chog'da uni Covid bo'ldi, Xitoy virus yuqdi deb ekeldi. 2-3 kundan keyin uni qistab ashadi. Joe Biden bir ustulik qildi. Masalan, men shuni deb o'tay. Joe Biden qandoq yer ustulik qildi degan chog'da-chu Harrisni ko'rsatgan edi. Obamaning Clintonning andiki mavu nimalar Nancy Pelosi'larning-chu nima Harrisni ko'rsatishimiz yo'qdi. Harrisni ko'rsatganning sababi Joe Biden'ninki. Shu turvido deb ko'rsatdi yani. Tuni oldingi kundan Joe Biden Trump'ni tabriklab so'zligini anglagansizlar. Shu vaqtda Joe Biden nayta xo'shal. Joe Biden'ning unda xo'shalligini men xeli bo'ldi ko'rmadim. Shunda xo'shallik bilan, rozilik bilan chunki oyada bo'ldi qilinglar, biz utirib yotdik deganni cho'ng rol o'ynagan bor-ku, Joe Biden boshqasi emas. Harrisning albatta u yerda bo'g'is bor. Manda gap, men shu gapni deb o'tay dedim, hamda qolgan gaplarni. Rahmat. Ikkinchi savol 2017-yildan 2021-yilgacha Donald Trump Amerika zo'nton bo'lgan mezgilda Xitoy hukumatiga qarshi eng keskin siyosatlarni qo'llangan edi. Bu davrda Uyg'ur masalasi tunji qadam Amerika hukumati tomonidan dunyoning siyosiy sahnasiga elib chiqilgan, lager shohidlari Amerikaning yuqori darajali amaldorlari bilan ko'rishgan, hatto Xitoy hukumatining Uyg'urlar qarta elib borayotgan jinoyatlari irqiy qirg'inchiligi Amerika hukumati tomonidan e'tirof qilingan edi. Donald Trump 4 yildan keyin yana Oqsara yana qaytib keldi. Necha ming'an Uyg'ur yashayotgan Amerikada biror Uyg'ur tashkiloti yoki ta'sirba Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari yangidan hokimiyat beshiga chiqqan Trump hukumati bilan qanday hamkorlik o'rnatamiz, shundaqla Uyg'ur davosini qaytadan dunyoning siyosiy sanasiga elib chiqamiz. Buning uchun Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari qanday qilishimiz kerak? Boshqa davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari uchun degandek o'zimizga bevosita manfaat olib keladigan munosabat masalalarda biror munozara yoki muhokama faoliyati o'rnashtirilmadi. Bu bir echinishli ahvol. Sizlar Amerikada yashayotgandan keyin bu masalaga qanday qaraysizlar? Mening bu savollarim hammasi asos Uyg'ur markazlashganlik shu. Boshqalarni nima qilib deb shu fokus nuqtasini Uyg'urga qarataylik. Savol tushunish bo'ldimi? Yana bir takrorlab beraman. Ya tushunishdik. Mavlan sen javob beramsan? Bu şu deymanğa Uyghur masalanga bu siyosatchi Amerikan siyosati hukumatning boshqa kongress, sanima kengash palata, avam palata mushlarning ostidagi nurg'un masalanga mush NYD deysan, erkin radio stansiya deysan, mush nurg'un pullaylayotgan mushlarning tarmog'ida mushunda mangdigan narsa. Shuning uchun buning da Amerikada Uyg'urlar naytdi. Aktiflik bilan aşan izlash kerak. Shuni masalan hozir Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilfidar. U yoqda nurg'un kuchayotdi. Burun Nuri Turkal Batti avayliq diniy ishlarning kelik direktori bo'lib, Amerika diniy ishlarma rejam bo'lgan. Endi shuni qilish uchun masalan u yoq qilish uchun biz yig'inlar ochimiz. Amerika ta'sir qanday ko'rsatsan her yerki, mesela ştatlardaki adamlar
biz mi yerde ne çıkıdım şunda kıldık. Ştatның senatorlar, mesela o Amerika'nın senatorlar her ştatlardan vardı. Her ştatlardaki senatorlar daim yığın açıdı. Şu özünün kelgen, mesela Kaliforniya'nın olsa Kaliforniya keldi. Ma bizning bir necha shtatlar, ma Hollywoodning bormi, mishada xalqlar bilan suhbat ochildi. Shunda suhbatlarga Uyg'urlar berib, qatnashib, shu yerda Uyg'ur masalasini eng yaxshi bir bundaq kichik qog'oz yezib, qo'liga tutqizib, shularni qilish to'g'ri keldi bu bir. Ma Amerikadagi Uyg'urlarni deyapman, men chet eldagilar o'zlari. Bu bir Amerika Uyg'ur. Undan keyin bizning oldidagi masalanga hozir o to'liroq hukumatlar aralashib ichga kirib chiqib ketib qolgan shu nima bor, ilfidor bor, Amerika Uyg'ur birlashmasiniki shu kirib chiqyotdi. Bu yerda bir Salih Xudoyor yilqoqlar bir necha nimalarni sundi. Uyg'urlar mustaqil talab qilmas degan hozir va Mamtun A'lo yetakchiligidagi bu surgun hukumatda nim qildi. Mushundaq faoliyatlarni davomlashtiramiz biz qara. Undan keyin maktablarda, har qanday universitetlarda, har qanday yerlarda mush xalqaroliq kishilik huquq to'g'riliq, mush xalqaro masalalar to'g'riliq Amerikada universitetlarda har qanday yerda bundaq yig'inlar to'xtamay bo'lib turdi. Chaqirib turdi. Shunday yerga Uyg'urlar hammasi qatnashish kerak. Shu qatnashganda shu yerda o'rnidan qo'pib bu masalani deysa. Demasang bo'lmaydi. Masalan, hatto masjidlarda cümələrdə bu məsələlər yığılğan deyişin to'g'ri keldi. Muşlar hammasi masalan bizning masalan Uyg'ur bizning uyimning endiki men borgan masjid burun Uyg'ur masalan qat'iy demakda biz davrib hozir har qatim qilganda bu masalani deydi. Shuning uchun Uyg'urlarni uningga Amerika hukumati kirishga men kiraman deb guldirlab hamma odam kirolmaydi. Hech bir vaqtida shu Washington atrofidagi Uyg'urlar bir 30 kundakma senatorlar bilan kirmasdan uy yig'in bo'lim kirgan. Shunda harakatni davomlashtirsa bo'ladi. Buningdan Uyg'urlar o'zi kelgan aktivlikni, barliq kichik aktivlikni safarbarlik qilish oldu. Hamma yerda o'zining tonigan senatorlar bo'lsa, masalan seningki rayoningda Kaliforniyada 55 nima kongress bo'lsa, bizning hamma shtatlar, bizning masalan bir shaharlar bo'ldi. Bular har yil bir necha chiqdi yig'in ochadi, biz qatnashimiz. Shu yig'inlarda berib so'zlaysa bu masalani. Bu masalani so'zlagan vaqtingda shu deyman-ku, bu yer keldiganlar, bizning Kaliforniyani keldiganlar, masalan, to'lsa demokratik o senatorlar. Kengash palata va Avam palataning a'zolari to'liq demokratiya bo'lish. Shular bilan so'zlashsa, shular bilan yiqilsa, Republik bo'lsa, Republik bilan yiqilsa, biz Uyg'urlarmish kim bizning Uyg'ur ovozimizni qo'llasa, yetkizsa, shundaymiz. Mushu jarayonda Uyg'urlar bir masalani aniq deyish kerak. Uya kirib, tashqi irqiy qirg'inchilik, kishilik huquqliq, madaniyat qirg'inchilik bu masala emas. Uyg'urlar hammaga kirganda bir masalani deyish kerak, mustaqillikni. Sen şu meseleni anlamasın deyse, nurg'un Uyg'urlar deydigan, tashkilotlar undaq desak anglaydigan odam yo'q deydigan. Ular anglamamdı. Sen vazifamiz shular anglatishdan davagandiki anglaydi. Masalan, bu masala men dedim, o madaniyat qirg'inchiligi, kishilik huquqchilik, irqiy qirg'inchilik, bu masalalarning bir aniqlamsin tuzuk yo'q masala. Az kundagilar kuchlikdek yo'qolib ketgan masala. Shuning uchun bütün teşkilat muşu budupmu var, Trump çıktı, Pompio'lar muşlar yakın keldi bu irqiy qirg'inchilik masalasida mustaqil masalasiga ko'tarish kerak Uyg'ur. Men shuni deb qo'yaman. To'liq deyilgan qolgan. To'liqchasini qattiqan qo'shimcha nimangiz bormi? Men Mavlanninki oxirgi qismida gapini to'liq qo'shilma. Bu ishlar mening beshimdan chiqib o'tgan. Bizning mushu Sharq Turkistonning mustaqillik ligini, lekin bizning shu mustaqil davlatimizni Xitoy egilib olgan degan mushu tushunchani har qanday yerda, har qanday fursat bo'lsa, shuni ochiqdan ochiq deyishimiz kerak. Bu men buni kuzatib keldim-ku, ishlarga qatnashib keldim. Bu yerda bizning shu tashkilotlar bor. Ama qaysi tashkilotlarning ismini bu yerda atmayman, chunki u ayrim topik ketadi. Shu berib elib shuning ichiga kirib faqat nima deydi deganda kishilik huquq da'vosi bizning kamsitib ketdi, bizning ustimizda irqinchilik
irqiy qirg'inchilik qilyotidi u bu deydi. Mana hozir mana Cumhuriyet Partiyasi chiqyotidi. Cumhuriyet Partiyasi chiqib chiqqan Trump undaq narsalardan chattig'i yo'q. Cumhuriyet Partiyası mı o human rights deydi, personal bir nima deydi, undaq narsalar bilan ancha chattig'i yo'q. Biz u yerga kirib, ming qaqshig'an bilan, yig'ilgan bilan u yerda kishilik huquqdan ishgan go. Kishilik huquq kishi degan hamma yerda bor. Amerikada mı shundoq kuchli kishilik huquq nimasi. Shu Kaliforniyaga men borgancha o'sha nurg'un yerlarni olib, ko'chada yurgan qalandalar Mevlana'nın to'yi qatnashganda men shu qandoqlarchi bo'ldi ekan, Xudoyim bir ko'rpaqson deb nim qilib, bir yer berib qo'ydim. Ko'chada qalanda. Kaliforniya degan butun dunyoda bundacha aytgan chaqda agar bir davlat bo'lib qolgan bo'lsa, dunyoning oldingi o'rinda turadigan bir yer. GDP'si 4 trilyon ma? 4 trilyon atrofida Yaponiyaning GDP'si bilan teng. Bir Kaliforniya shtatinin. Ashtaq yerlarda human rights demamda ashlarni kishilik huquq ko'chada qalandalar, yotgan ularni beqiyotgan, pul bo'lgandan keyin beqiyotgan. U bizning Uyg'urniki, o'sha nimadiki, Sharq Turkistondagi bu Xitoyning bir parchasigan degan tushunchada bo'lib qoldigan biz nima chatdigi? O'zimizning shunday ishlar bor. Shuning uchun Mavloning gapiga men qo'shilaman. Har qanday fursatda shu Sharq Turkistonning biz mustaqillikni talab qilamiz degan narsani o'ttirib qo'yish kerak. O kishilik huquqni-ku bundan keyin deyishning hojati yo'q. To'g'ri. Deyishning hojati yo'q. Chunki men bu yerda bir og'iz gapni qilib qo'yay, NYD degan gap chiqdi shu. NYDni menchi vaqo yo'qotish kerak. Yo'qotgandan keyin andikin Uyg'urlarning ishi o'ngishildi. Chunki men baştan axir qatnashgan NYD'ning qanday pul olganligi, qanday nima qilganligi, eng oxiri nima bo'lib ketdi. Shu kishilik huquq davosini qilamiz deb eng oxiri butun Uyg'ur jamoatini parchalatdi. Mavlon sen obdan bilsa, 98-yildan burun Amerika Uyg'ur jamoati qandaqdi? Birlikdi. Her qandaq ish bo'lgan bo'lsa, namoyish bo'lamdi, o'tirish bo'lamdi, nima bo'lamdi, hammamiz bir yerda o'tirib. Hozir qanday bo'lib ketdi? Hozir shu Virginia atrofida oldigan bo'lsang 6-7 ga bo'lib ketdi. Sürgündü hukumat bor, oyoqdan yana bir nima bor, yana bir nurg'un tashkilotlar hammasi chiq. Ularning ichida eng kuchliklari nima deganda, o kishilik huquq davosini qildiganlar. O kishilik huquq davosini qildiganlarning nima uchun kuchli bo'ldi deganda, men shunda uzun yil analiz qilib shu xulosani chiqardim-ki, NYD'ning bağlığıdan NYD'nin 4 tanga pulning sababini tushunib Uningga bir qism bir demayman, bir qism shu kishilarningki shu yoqdanchi o'zini Amerikada establishment deydi-ku, establishment qildi. Establishment qildi. Uyg'ur jamoatining qanchalik parchalanishi, qanchalik bo'lib ketishi bilan chattig'i yo'q. O'zining shu shahvoniy ishlari bilan mayaqda kishilik huquq davosini qilyapmiz, irqiy qirg'inchilik davosini qilyapmiz deb. Mushu gaplarni biz ochiq deyishimiz kerak. Ular kishilik huquq davosini qilyapmaydi, o'zining jinini beqish uchun non davosini qilyapti. Gapim tugadi. Men buningda bir nima qo'yayda, qo'shimcha Dammaydan namoyishlar jarayonidami nurg'un kelgan chet elliklar g'arblikning ko'rgan nimasiniki degan birlik gapichu ashni ekan. Bu sizlar beshlar kelgan bu nimasi Xitoylik kishi o'qigan narsa yo'q. Sizlar shu Xitoyga mustamlik bo'lib qolishinglar, shu mustamlika butun bulayotgan jinoyatlarniki nimasi ana manbasi. Chunki mustaqillikning asli qadir mustaqil qutulmoqchi bu narsa mangu yo'qolmaydi. Bunu ig'ir kunlik qilsam beshinglarga degandek ig'ir kunlik qilyapti. Hozir yildan yilga ig'irlish ketadi. Endi 3-savolga kelaylik. Bu qatim Trump o'ziniki muavin prezidentlikqa 40 yoshlik Vansni tanladi. Vans Amerika saylim mezgilida va ilgari nutqlarda Xitoyga qarshi kuchli bayonotlarni e'lon qilish bilan birga Xitoy hukumatiga qattiq qo'l siyosat yurgizishni tashabbus qilish bilan tunilgan. Undaqda Vansi kim o? Bu vaqtda tushunchi bir paqlar hamda Trumpning eng bir darajadan bo'lgan muavin prezidentniki eng yosh, ham iqtidorli, qobiliyatli, ham bu san'atlar bo'ladi ekan bu Xitoy eng qattiq qo'ldan birisida hamda mushiningki qisqa bir tarixini bildi hozir o'rtoqlashib qaysini boshlaysizlar? To'liq so'zlasam bu yo partiyani ta'da qo'llaydiganlarning birisan, yaxshi bilsa buni.
Ya J.D. Vance'den hem de o Ha. tarixini, o nimasini ben Trump'ın özünün diginden anladım. Hem de keyin o Google'larni ancha-muncha izlab chiqdim. O dastlabda mushu balani chiqarib qo'ygan bala deymiz-ku, endi biz 70 yoshlarda qolib qolgan odam, bu 40 yoshga bo'lmagan chog'da 39 yosh vaqtida ko'rsatgan. Hozir 40 yosh bo'libdi. Endi dastlabda men sal ansirgandim. Buningda malla emas, nurg'un Cumhuriyet Partiya a'zolari ham shunda ansirgandi. Bu yosh birisini chiqarib qo'ydi, uning ustiga u tajribasiz, andikin u Trump'a qarshi turgan deydi. Trump'a qarshi turganligi rostchi uninki. Qarshi turib, nima qilgan, mushuni bir tushirayotgan bo'lsa degan gaplarni Trump o'zimi chiqib so'zildi-ku, shuni menga mushundaq fikrlarni berganlar va men anglamadim, men uni nima qildim dedi-ku. Ammo keyingi bo'lgan nimasi qanday bo'ldi degan. Dastlabda men azoq bilganimni bu deyman. J.D. Vance. J.D. Vance Harvard Universiteti'niki advokatlık kasbida o'qigan. Ayolimi shu nimati shu ama ayolim shu ayoli Hindistonlik. Bu birda andikin bu nimada nihoyatda yaxshi o'qigan-ki. Andikin o'zininki deyishcha kambag'al oilada cho'ng'igan ekan. Kambag'al oilada cho'ng'igandan keyin kambag'allarning dardini obdan biladi ekan bu. Endi mening nimamcha. Shuning uchun endi Trump'ninki J.D. Vance'ni tanlagandan keyin muhim sabablarning biri bo'lgan nima deganda uning yoshligi, uningki Harvardniki doktorligi olganligida uningdan emas. Uning shu rayonda, masalan, u degan Amerikadagi mau nima deymiz, swing state deymiz, swing state deganimiz linger taqtaq shtatlarma, uni sayılsın bo'ldi, buni sayılsın oldu degandek shundaq bir talash tortish qilgan shtatlarda. Shu yerda masalan shu Wisconsin deymiz, andikin Ohio deymiz, ashtaq bir 5 shtat bor-ku. Şu qani aşağıda Illinois deydi, ashtaq bir shtatlar bor. Shu shtatlarda buning obro'yli ekanda. Trump'ning maqsadi shuni ko'rsatish orqali aşağıdaki biletlarni o'ziga tortishda. Bu maqsadga yetdi. Bu maqsadga yetdi. Endi men swing state to'g'riliq asl men azoq tayyorlik qilgandim. Uni tanishtirgan vaqtmi yo'q o'xshaydi. Swing state Çünkü bunun talımlarında bu sorun koyuşun mesela şu Demokratik Parti'ye çıkıp bakan bolsa Harisi Xan'ınki muavini burun Xitayda tuğan Xitayda otuquşluq qilib bakan. Doğru. Xitay presi shunday emasmi? Şu. Bunun ne qarshi Cumhuriyet Partiyasinikine Xitay qattiq qo'llayotgandan birisi endi muavin prezident bo'lib saylandı. Şuңашqa bu vaqtda ko'proq kuchur bo'lsa texi yaxshi. Bu bilsiniz so'zdan bir 2 minut ya 5 minut. Ya bo'ldi, men yana bir gapimni tugatayman. Ben buningda uzun to'xtab ketmayman. Chunki ama ben deb o'tdim-ku, shu aşağıdaki swing state'larni uchun J.D. Vance'ni chiqdi. J.D. Vance nihoyatda yaxshi rol o'ynadi. Shu maqsadiga yetdi-da, Trump maqsadiga yetdi. Shu blue state'larning bir qanchisini nim qilyapti degan J.D. Vance'niki ko'rsatgan o'rni. Endi bu yerda yana bir gap bor-ku. Mana bu Cumhuriyet Partiyasi bor-ku. Shu Donald Trump birinchi qitim prezident bo'lgan chog'da ma Uyg'urlarningki masalasini o'tirg'i chiqqan shu vaqtida. Abay Mevlanma deb bitdi. Bir qancha qonunlarni shu Trump administrationida bo'lgan. Trump hatto bir qancha Uyg'urlar bilan ko'rishgan. Ba'zilarini sizlar ba'zilarini bilmasliginglar mumkin. Masalan, Mikray Tursun shu Trump ataytini chaqirib so'zganda Mikray Tursun Uyg'ur shu nima tarixida bor en muhim gapdan birini dedi. Sizlarga nima kerak? Biz Mikray Tursun vaqt inglizchani yaxshi bilmasmi? Bizga mustaqillik kerak degan gapni dedi. Mehrgul Tursun. Mehrgul Tursun chiqib dedi, uningdan boshqalariga tegizmidi, okay? Uni men aniq bilaman. Hatto Mehrgul Tursun shu gapni deb bo'lgandan keyin aqldan uningga bisim ishlatib, hatto shu tarjima qilish jarayonidami shu gapni aniq tarjima qildim. Lekin o'zi inglizcha bilan dedi shu gapni. Şu vaqtlarda biz xabarimiz bor bundan. Shuni deyish kerak degan gaplarni dedik. Aşağıda onu demaslik kerak, ranjitib qo'ydigan ishlar bo'ldi deb. Hozir o'xshash ba'zi gaplar bor. Unda deydigan bo'lsak, demokratik ranjitib qo'y, unda desak, Cumhuriyet Partiyasi ranjitadigan ish yo'q. Trump administrationda boshlanmadi-ku, 1-oyning 20-kuni boshlagandan keyin mushtaq narsalarni shu davomli shu ko'rgan odamning oldida biz degan bisilmaydigan zaman
degan narsani hammasiga deyish kerak. Hatto bizning o'sha lager shoirlarimizga deydigan gapim, sizlar nihoyatda muhim rol o'ynaysizlar. Her qandaq fursatda mayli kimning sizlarga nima gapni o'rgatishdan qat'iy nazar, inglizcha hozir bilsizlar. İngilizce we want independence. We want American government to recognize the sovereignty of the East Turkestan degan gaplarni jazman deyish kerak. Bir adamning o'sha o'ynaydigan roli nihoyat cho'ng bo'ldi. Nihoyat cho'ng bo'ldi. Chunki bundaq vaqtlarda andikin fake news olamdı. Yani bir nimalar kelib şu ani tushundirdi, xalq tushundirdi. Amerika xalqimi shu orqali ma kerak keldi. Agar kishilik huquqni o'ndig'i mening nimamni o'ltiryapti, mening nimamni qamab qo'ydi deb nurg'unlarni yog'inga chiqaryapti, qo'sh gaplarning nurg'unlarini. Yog'inga chiqarib yana shu xalqaro nim qo'yadi. O'sha o'tgan kim shu 4 yil ichida hozir 4-yil tugmadi-ku, shu Uyg'urning bir qitim deyildimi? Muşu saylam jarayonida men nayt dikkat qildim. Men hatto nurg'unlar xatiz baxtam, nimish Uyg'urning gapini qilmaysizlar, u bu degan gaplarni. Pisandi qilmaydi hech qaysi. Chunki non important o'ringa chiqib qoldi-da. Birinchi qitim Trump birinchi qitim nima qilganda indiki ma ikkinchi qitim saylam bo'lgan chaqlarda Uyg'ur masalasiga nayt muhim masala bo'lgan. Shu vaqtida men shu Washington DC namoyish qilayotgan chaqlarda shu kongressniki nurg'un bir qancha shu a'zolari bilan ishlar degan shundoq shu so'rab ketdi mushaq masalalar uchun. Sizlarga zot nima kerak, u bu degan narsa. Indiki Uyg'urlarni shu vaqtida United Nationsga olib kirib so'zlatkizdi. Shu har qitim yig'in ochganda shu Uyg'urlarning nimalarini bir main issue qildi. Andikin abay Mavlon sen deganligi nima bor-ku, kongresslarga xat yozib, kongressning nimalariga kirib qilgan ishlarmi shu jarayonlarda bo'lgan. Uningmi shu aqteraklar bor shu yerda, mushaq ishlarni qilinglardi. Endi yana bir muhim narsa bor. Shu vaqtida Mavlon obdan bilsa, Abdurrahimjon siz obdan bilsiz, shu vaqtlarda Amerika Cumhuriyet Partiyalarining bir qancha mutaxassislar chiqqan. Sharq Turkistonga mustaqillik kerak. Sharq Turkistonni nima shu Xitoyni ojizlashtirishning Sharq Turkiston movementini qo'llash kerak deb shuning uchun sog'liq xudoyorlarning ishlari xeyli mang'anti. Endi hozir ma 4 yil jarayonida yo'q bo'ldi, asosan yo'q bo'ldi. Shuning uchun Trump administration chiqqanda yana biz shu to'lqinni qaytadan ko'tarish kerak. Sen chatnab qaldimi, qandaq bo'lgan degan javobim. Yo'lni chatnab ketib qolgansiz. Mavlon aka sizning qattiqan nimangiz bormi? Ashe versiya haqida-ku, asos timimiz shu-ku hamda. JD Vance'ninchi buni saylashninki bu JD Vance buni ikki parcha maqolani o'qigan. Buning JD Vance'ning deydigani biz nima Ukraina u yoqlarda urush qilib yurimiz deydi. Ularni biz o'xshash European deydi. Bunday biz o'xshash aqtalik nimish o'zimiz biz bütün kuchimizni akab Xitoyga marganlashtirish kerak deydi. Uning deydigani bizga kelgan tahdid Rossiyadan kelmaydi. Rossiyaning GDP'si bir Amerikaning bir shaharning GDP'siga teng kelmaydi. Manda Rossiya atom bo'lgan bilan iqtisodiyotdan hisob olganda bizning Los Angelesning GDP'si Rossiyanikidan yuqori. Nimishqa u yoqlarga pulni isrof qilamiz deydi. Bizga kelgan tahdid texnikadan bo'lsin, şpiyon jihatdan bo'lsin, iqtisod jihatdan bo'lsin, texnikani o'g'irlashdan bo'lsin, hamma jihatdan kelayotgan tahdid Xitoydan kelyotdi deydi. Haqlar buni saylashning Donald Trump Amerika qonun bo'yicha bu da saylandi bir qitimli bo'ladi. Ya'ni ikkinchi qitim bo'lanmaydi. Donald Trump bo'lmasa, JD hamma demokratiyaning ko'zi, Republik haqning ko'zi JD Vance'da. Donald Trump kelsa JD Vance 8 yil bo'lamaydi. Demak, mushu Republik hozir Amerikada tumiga hammada Xitoy qarshi kuch, masalan Donald Trump chiqsa 12 yilgacha bu Hawks'da Xitoy qarshi burkutlar 12 yil Amerikada davr suralaydi. Bu Xitoy iqtisodiga intayin qattiq zarba beradi. Xalqlarning o'ylaydigan nurg'un yeri Donald Trumpni JD Vance'dan nayt hozir Republiklar bo'libmi intayin bo'lganken bo'libmi bu daqiqa munozirlarda JD Vance o'zi klassik deydi, o'zidan tamkin, gapi yaxshi, ravon ashunda so'zlab keldi-da bir prezidentninki alaydilgini ko'rsatdi. Shuning uchun bu JD Vance'ning roli intayin bu biz Uyg'urlarga
partiyalik bu bütün kuchimizni Xitoyga markazlashtiraylik deb kelayotgan odam. Endi buniki o'zgarib ketib qolmasa deb maqol yozgan odam. Aşı tepkili maqal yetib cho'nglimlar e'lon qilgan odam. Uyg'urlar shuning uchun imkoniyat bor. Hozirdan tortib bu GDV'ni yine kirganda irqiy qirg'inchilikning gapi asos bo'lmasin, kishilik huquqning bo'lmasin, mustaqil. Agar asha kirib Uyg'ur har qanday odam mustaqillikni demasa, sening qilgan ishing Uyg'ur harakati qilgan osiylik bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Asilik bo'ldi bu Uyg'urlar. Mishada asilik qilamsa, qilmamsa shu masalasini nim qildi. Har qanday tashkil uyga kirganda biz mening hadamni tutib ketibdi-ku, mening akamni tutib ketibdi-ku, ammo u ishlar hamma yerda bor bu dunyoning. Amerikadami jiq. Shu Uyg'urlar mushu fursatni tuta olamdi, tutaman. Shu men deyman-ku Uyg'urlarda qahraman qolmagan millatga deyman. Qahraman degan nima? Millatni shundoqda yetaklaydigan odam. Eliq chiqib mushlishigan odam emas. Qila oladigan mushunday kirib bir faqatli mustaqillik boshqa masala. Eliq Mavzudongning madaniyat bir gapi bor-ku, Gangju Mudang deydigan. Eliq nuqtan tutsang hammaning chiqadigan shu mustaqil. Mushin masalani, mush jiddiy vanslarmi bu yosh bolalar 40-41 yaş hozirgi bizningki faoliyatchilar bilan ishi demak ashlarga hozir vice president vaqtida uning bilan ko'rishish oson. Prezidentga qaraganda jiq fursat chiqdi vice president bilan. Shunda tashkilotlar ashya kirib hammasi ash mustaqil deganni hozirdan tortib JD Vance bilan shu munosabatni qattiq qurib, shuningdan boshqa hamma nimani qo'yib qo'yib, mushuni nim qilish kerak. NYD'ning puli muhim emas. Jumla NYD'ning puli hozirgacha Uyg'urlarga aktiv omil ekanmidi, pasif omil ekan. Shuning uchun yaxshi buzg'unchilik parchalash rolini o'ynaydi. Gibi saqinat yaxshi bir nim bo'ldi-ku, ma'nosi. Meni naq kutgan vaqtim mushida hamda. Chunki buniki Trumpla o'xshash yana fikrligida, ya'ni keyingi bir izbosar desakmi bo'lgan. Juda qoziq nima hozir shuni tushundim men. Cho'qimli bo'ldi. U hozir nima qaraganda bu o'zini isbotlab chiqib ketdi. Bo'libmi debatlarda noytiliq, tamkin, so'zi jonliq atokat o'qigan emasmi? Nima qila oladi emasmi? Shunday yaxshi so'zlab o'zininki budaq trend bo'ldigan asosini ko'rdi. Endi birlimishada Trump biroz qizg'anchoq. Har qanday o'ziga obro'y ta'sir etgan odamni nim qildi. Agar haq mush jarayonda masalan demokratiyalar chiqib bu JDV'ni hadis bu bundaq deb maqtab ko'tarib qo'ysa, Trump'ninki ishchilikka g'idiq kelsa JDV'ni xizmatda yetib qoldi. Shuningga JDV'ni naydi diktatga oldi. Nima desa og'zini Trump'ni oldim. Nima desa ma'qul deb qilib qo'ysa, aqcha meningcha başka JDV'lar Trump'ni o'ttirga ziddiyat silish bu bir Amerikaning siyosatidagi bir o'yin bo'lishi mumkin. Men adamdagi Trump'ni birligi ato'g'irlik men qo'shilmayman. Trump undaq mijozlik odam emas. Uni faqat media var-ku, major mediani Mevlan efendim to'liq ko'rdigan o'xshaydi. CNN, MSNBC deydi. U bu vaqa. Ular saplı yağan gaplar. Men-chu faoliyatlariga qatnashgan, so'zlarini boshdan oxir anglab chiqqan. Uningda men undaq bir azazulluq bir nimani ko'rmadim. Men o'tgangi birinchi qitim chiqishda shundaq bir narsani ko'rsatib qo'ydi. Chunki ularga o'zi var-ku 2016-yili 2016-birinchi oyning 20-kuni o'zlik inaugurationda chiqqan chaqda o'sha dastlab chiqqan gapchi o'sha congressman o'sha nimalar azim men mushlarni hammasini men swamp demda swampni o'ngshayman deb deganda kirgandiki nurg'un shu demokratik tendensiya bo'lganlarning hammasini tushiryapti. Lekin maqitim uning boshqacha, maqitim o'zining yeniga yig'ib olgan odamlar boshqacha, abay deb o'tgandek san'at bilan havus uning qo'lida popular votes va andikin jiq narsani o'zi o'tkazoladi. Andikin o'zimi mijozi o'zgardi. Bu daqiqat bilan bu qitim qiz saylam jarayonida nutqlar bilan o'tgan kun silishtirganda jiq yerlarda o'zgardi. Xalqni hurmatlaydigan, ba'zi o'zining erkin so'zlaydigan, ba'zilar inglizchadagi SH degan gaplarni deb soladi. Uni undaq deydi, mundaq deydi, undaq gap. U mijozlarni jiq taraflarni o'zgartdi. Hozir umi chiqib hozir unite deyapti. Birlik degan gapni deyapti. Shuning uchun endi JD Vance'ni tushirib yo'q.
u men Mevlan qo'shilmayman. Tushirib ketishim mumkin. Lekin J.D. Vance o'zini tishlab oldi bir hisobda. Shu tushirayotgan taqdirdami, u o'zining obro'yini ko'tarib bo'ldi. Endi yana bir muhim odam borchi, Vivek. Vivek degan bu Hindistonlik bor. Umi yomon, umi yomon. Umi shu Trumpga o'xshash biznes sohasida millioner bo'lgan. Endi keyin bu Trumpni qo'llaydi, izchil qo'llab kelganning birisi u. Umu shu o'zining nimalarini, hatto saylovga qatnashdi qo'y o'zimiz. J.D. Vance saylovga o'zini ko'rsatmagan. Ma Vivek degan o'zini ko'rsatib, hatto Pence'ning oldiga o'tib ketgan. Mike Pence'ning oldiga. Mike Pence degan bir joke bo'lib qoldi. Bo'ldi, yana bir savol hamda Trump payshanba kuni Amerika saylovida o'zining oliy bosh maslahatchiligi 60 yoshli Suzy Wilsonni tayinlaganligini e'lon qildi. Suzy Wilson ayni vaqtda dunyo kommunizm davlatlarini yo'qotgan sobiq Sovet ittifoqi davlatini parchalag'uvchi 40-navbatlik Amerika prezidenti Reaganning maslahatchisi bo'lgan. Sizlarning bu vaqt ko'z qarashini anglab baqildi. Ya'ni bu ayolmi, yomon ayol emasda, hamda o'z vaqtida Sovet ittifoqini parchalashiga cho'ng bir maslahatchi bo'lgan ayol ekan bana. Suzy Wilson deydi. Suzy Wilson kim? Bu haqida bu ayolningki ko'z qarashlari haqida bir ozroq bilgining o'rtoqlashgan bo'lsanlar, rahmat. Qaysini başlaysizlar? Suzy Wilson va to'g'riliq meningki deydigan gapim yo'q. Hamda u o'zi biroz jim o'tirib aql ish qiladigan odam, uni bilaman. Lekin u to'g'riliq men surishtirib bakmagan. Trump uni saylagandan o'zining maqsadi bilan saylagandi. Bu to'g'riliq mening boshqa nimam yo'q. Men nimqimda texcha qara Trump birinci ayda çıkıdı, doğru mu? Arlıqlarda özgür ketemdi, bu ayalını boşlayıp başka adam çıkmam ufmayımız. Trump degen nelikə özü bir şirketni manga adam bu adamni bugün elip xoşaqmız çıqırıb etib. Yeni orq qılğan adam. Şunun üçün mening bu ayalga ancha hozirgacha bu kimlarni saylaydi, bu ayalning qanday rol bor, bu ayal to'g'riliq meningki bunda bir tafsiliy tadqiqotim yo'q. Çünkü ufmayma. Bu ayol nerede oldu? Endi bu ayolni bu ayolni sayladı. Bunu saylaşqa odatda Trump masalanga davlat ministri bo'lsin, mudofaa ministri bo'lsin, bularni saylaganda Senatdan, Avam palatadan tasdiqdan o'tdi. O'tib, endin hukumat bo'ldi. Lekin bu ayol kabinetning bu ayolninki ulardan o'tmaydi. Trump o'zi dedi, digini shu tugdi. Bu ayol u yerdan o'tmaydi. Müşahede Mevlam bir mühim noktunu oturup koydu. Müşahede hem de ben abaykalık Abdurrahimcan siz sorgan Amerika'nın ki government system toğırlıkçı. Bu şunun olan münasebetlikçi. Bizim Uygurların cıkları bunu düşünmeydik. Trump saylanğandaki hemme işini özü nimkılalaydı diyen düşünce diken de bu Amerika diyen diktatör sistem emez. Bu diyen demokratik sistem. Demokratik sistemde yok algan yeri yok. Hem de Demokratik Partiyanınki bazı bir kampanyallarda vay bu demokratik sistemni diktatör tuzum o'zgardigan bo'ldi, u bir faşist, u bir Hitler o'xshash odam degan gaplar saplaliq saylanish uchun qilgan media fake newsniki chiqarayotgan. Men bu yerda qani vaqt bo'lsa men bir 2-3 minut vaqtini sarf qilib shu Amerikaningki hukumatningki tuzumi va qurilmasi to'g'riliq bir azroq tushuntirish berib o'tay. Shu vaqtda ham ma masalalarni qanday bir taraf bo'ldi deganligini nima qilgani bo'ldi. Amerikaning hukumati shu mushtaq 3 branch deydi, 3 tarmoq bor. Bunun da birincisi legislative branch deydi. Legislative branch deganimiz men deb o'tgandek 100 kishilik senat, endikin 500 necha kishilik house bo'ldi bu ikkinchi. Endikin shu senat bilan house'ga ishlab beradigan agencylar bor. Ularning nurg'un nimalar bor. Bu bir nimada bular qonunni masalan bu senatlarning hammasi house memberlarning hammasi degan tövendeki qatlamlardan saylanib chiqqanlarda. Ular töven qatlamlardagi kishilarningki fikrlarini nimani to'plab, endikin bu yerda qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Qonun loyihasini o'tirib qo'ygan bular muzokara qilib qonunni ashyadan belgilaydi. Eng oxir prezident qo'l qo'ygan ekan qonunni bu to'g'riliq Uyg'ur kishilik qonunni to'g'riliq so'zlaganda men tafsiliy tushuntirib o'tdim. Mushtaq bu birinchisi legislative branch. Yani legislative branch degan qonun
belgilash tarmoqi demdi hukumatning bu. Endiki yana birisi executive branch. Executive branch degan asosan nima deganda president. Mesela Donald Trump 1-ayning 20 kundan boshlab president bo'ldi. U shu president bo'g'icha o'zining kabinet bor. Kabinet deganimiz o'zininki kabinet deyiladi. Kabinetni tarjima qilib mayli. Kabinet a'zolarini ashada o'zi oldi bilan tanlab, andikin san'atga yo'llaydi. San'at tasdiqlab bo'lgandan keyin andikin o'zining hukumat qurilmasi bo'ldi. Bu hukumat kabinetlarning qildigan ishi nima deganda, executive deganimiz ijro qilish. Nima ijro qilish tarmoqi bo'ldi. Andikin chiqargan qonunlarni ijro qildi bu yerda. Bu prezidentning vazifasi. Bu endi kabinetning orasi bo'lmaydi. A'lodan albatta san'at bilan xalqning tasdiqi kerak bunda. Lekin bu yerda bu ketim emdilik san'atga muhim rol oynaydı da bir kabinet belgeleşti. San'at agar ben dep etdim 54 cumhuriyetçilerin a'zolari. Andikin J.D. Vance'ni qo'shilib 55 bo'lib ketdi. 55 ga qarshi 40 necha bilet nima qilish kerak o'tkazish degan chatoq yo'q. Chunki san'atdagi Cumhuriyet Partiya a'zolari asosan Trump'ның kabinetini asosan tasdiqlab o'tdi. O'tgan undaq bo'lmagan. Chunki u kabinetning o'xshamaydi. Aniki 3-chi branch nima deganda judicial branch deydi. Qonun tarmoqi. Qonun belgilash tarmoqi qanday bo'ldi deganda Supreme Court eng oliy sotdandoq eng oliy sot bo'ldi. U oliy sotniki 9 a'zosi bor. 9 a'zosiningki 3ni Trump birinchi qitim prezident bo'lgan chaqda Trump ko'rsatgan shu vaqt tasdiqlangan. Endi oldimizda mana shu oldimizdagi yana bir nima bor, yana 2 bo'sh o'rin qoldi ekanda, bu 2 bo'sh o'ringa yana Trump ko'rsatilgan bo'ldi. Shu vaqtda qanday bo'ldi deganda Trump birinchi qitim va ikkinchi qitim prezident bo'lish jarayonida jami 5 Supreme Court ya'ni 5-4 ularning ichidagi ikkisi yana Cumhuriyet ko'z qarashda endi ular degan shunday bo'ldi. Shu vaqtda Trump'ninki bu Supreme Court'da nimasi bo'ldi. Shuning uchun bu yerda men Mavlan tushuntirib o'tgandek-ku, bu yerda Trump o'z oldiga campaign manager va kaza ularni tonish o'zining huquqi bilan nima qilaverdi. Tushirib o'tamdi, uyini tushirib o'tamdi, uni bir nim qo'ymaydi. Lekin kabinet belgini bo'lgandan keyin kabinet a'zolarini tushirish vaqtida sallim mujmal bo'ldi. Shu oson emas. Trump yana tushirish bitsan mumkin, lekin J.D. Vance'dan yuqori aytganma dalamaydi. Shu mushtaq taraflari bor. Shuni bir qistirib qo'yay dedim, bu yerda qani bir foyda so'qqasin deb. Rahmat. Yani bugungi bu men chiqargan savolimning hammasi shu bevosita shu Uyg'urlarni asos qilibroq qildimda. Biz kechkichalik Rossiyaning u yoning dunyo vaziyat analiz qilmay o'zimizninki nima qilayli Uyg'urning ko'zida bu da yangi saylangan Amerikadagi yuqori darajadagi amaldorlarini ozroq bir tushunayli deb shuning qilgan yana ham boshqa savollar qilsak, yana bir necha savollar bor. Oxiri bir ikkili savolni nima qilay, shundan programma to'xtatdilar. Bundan birisi shu Rossiyaga munosabatlik savol, yana birisi buningda hamda Trumpniki prezident saylanib bo'lgan ekan dedi, men 24 soat ichida Rossiya Ukraina urushi to'xtataman deb shunday qo'yamda. Bu to'g'risi o'ziniki ba'zi planlarni o'ttirib qo'ydi. Endi shu bu to'g'risida qanday analizlar bor Amerikada? Endi rost aytganda ekan bu urushni to'xtatami? Bu to'g'risida endi hozirgi shuning qarta o'qasini analizini qilib o'rtoqlashgan bo'lsanglar. Rahmat. Mavlan sen boshla. Nimicha qara to'xtalaydi. Chunki Trump'ninki deydigan idea Rossiya Putinning xo'sh bo'lgan yerimi shu. Trump'ning deydigan hammaga masalanga Trump bu qiziq. Trump'ning saylanishiga Putin xo'sh bo'ldi, Arab xo'sh bo'ldi, Xitoydan boshqa hamma odam xo'sh bo'ldi, o'zining manfaatini hisoblab turibdi. Iran xo'sh bo'lmadi, Iran bilan Xitoy xo'sh bo'lmadi, qolgan hammasi xo'sh bo'ldi. Bu endi Trump'ning deydigini cho'qim meningcha berib Ukrainaga deydi. Hozir Rossiya qayerni ishg'ol qilgan bo'lsa, shu yerni chegara qilib urushni to'xtatsa deydi.
hozir shu Rossiya ilib olgan ya ilib oldi, sen mishan to'xtatmasan qurol yarqsan, men to'xtatman deydi. Agar Amerika bilan to'xtatsa, ular hech qancha bir hafta bardosh berolmaydi. Menimcha Ukraina Trump beribla to'xtata oladi. Bo'lmasa sana hech nima yo'q deydi, tugdi. Amerika to'xtatdilar, Yevropa hammasi to'xtatdilar. Ular hech qancha Rossiya bilan ilishni xohlamaydi. Shuning uchun menimcha berib bu to'xtaydi, aning bisimni ishlatdi, jiddiy vansim borudi. Okay, hozir men Rossiya mishan ip bo'ldimi? Bo'ldi, mishani buningga Putinmi ma'qul deydi. Mishalar hammasi buningdagi Rossiya qaraydi. Men qolgan yasini Ukrainaning yeri mushbiti urush oyoqlashidi, chegara mishan bekitildi deb Trump shuni deydi. Bo'lsa, ma'noga to'g'rilikka qattigan bir gapingiz bormi? 1 minut. Bu 2 minut bekliyordu. Mevlan'ınki 70% göz karşıga men karşı, lekin manınga men to'liq qo'shilaman. Chunki men chivago avu Trump 24 soat ichida to'xtata olayman degan gapchi, u mendal deb qo'ygan gap emas. Buni tayyorligini qilib bo'ldi. Mencha 1-oyning 20-sigacha Mavi Ukrayna urushini to'xtatdi. Chunki abay Mevlan deb o'tdi, Zelenskiy ba, Zelenskiy Trump'ni tabrikladi, Putinni tabrikladi. Andin buninggacha bu ikkisi xizmat ishlayotgan boshqa davlatlar bor. U yerda ularga bo'ldi qilinglar endi 3 yil keyingi so'zildi. Baribir Rossiyani hech nima qila olmaysa deb. Lekin bu yerda bir gapni qistirib qo'ygan bor, bir minutda ishib ketish mumkin. O'z vaqtida men shu Uyg'urlarning ichidagi shu muloyizlarga nima qildim? Aytib taraplimi bir nima bilan o'tirib qo'ydi-da. Voy, bir nima bir odam chiqdi, nima deydi? Bu Moskvaga 40 kilometr qoldi, Moskvani ham ip ketadigan bo'ldi, Rossiyani parchalaydigan bo'ldi. Oningda qarshi Sharq Turkistonni parchalaydi. Bu to'g'riliq men bir narsani deb o'tay. Rossiya deganchi u mandaq bir davlat emas. Men mush to'g'riliq bir maqola yozyapman. Shu maqolani yozgan chog'da u Rossiya degan nihoyatda kuchli davlat ta hozirga qadar. O'z vaqtida Napoleonni mag'lub qila olgan Rossiya. Okay? Lekin o 2 Dünya urushida Germaniyani mag'lub qila olganmi? Ya'ni Rossiya. Bunda misollar degan nihoyatda ko'p. U Ukrainaning nima qilib bular uni bir Sovet ittifoqini parchalanib, Sovet ittifoqi emas, Rossiyani parchalanib ketib undan degan gaplar uchun yomonlik naiviy demdi, naiviy ko'z qarash bilan o'tirib qo'ygan narsa. Buningda o'zgarish kerak. Shuning uchun bu yerda gapni uzatib o'tmay, mencha bu masalani Trump oq tarafdan hal qilib bo'ldi. Bu u yerga chiqib undaq 24 soat ichida hal qilib bitma degan gap osonlikcha demaydi. 6 oyda hal qilma yoki yarim yilda hal qilma desa, u 24 soat ichida hal qilib bitma degan. Demak, shu o'z chiqishi shuni hal qilib bitdi degan gapda. Men yana bir gapni qistirib qo'yay. Bu andiki Falastin masalasi bor-ku, Falastin masalasini hal qilib bitma deyapti. U Falastin masalasini mencha Mevlam balkim qo'shilmamda o'qimayman. Mencha bor-ku, uni ashlarga tashlab qo'yib bo'ldi. Men o'rnimga chiqishga sizlar bir taraf qo'ytinglar deydi. Netanyahu bilan so'zlashdi, Hamas bilan ularni bir taraf qilib, qanday usul bilan bir taraf qilib, Trumpning chattig'i yo'q. Men 1-oyning 20-kuni shu prezident bo'lgancha sen shuni jazman hal qilsadi. Netanyahu bilan so'zlash bo'ldi mencha. Hamda shu Falastindagi munosabatlar bilan buni so'zlash bo'ldi. Shuning uchun bu bir kichik masala mencha. Shu Trumpga nisbatan kichik masala. Qatardimi Falastinga rahbarlar hammani 10 kun ichida chiqib ketishni debdi-da. Xabarni ko'rdim men. Shuni qaragan vaqtda bu narsani kim oxirgi bir bosqichga kirib qolgan o'xshaydi deb qoldim. Bu endi yana bir oxirgi qismi bir savol hamda Rossiya zonton Putin hamda Donald Trumpningki zontonlab saylanganligini tabriklashdan teng u yerdagi neftni men Amerika dollarlar almashtiraman, Amerika dollari orqali Amerika o'zining moyilligini bildirishdi, daqo. Briski davlatni qurganda bular Amerika dollaridan butunlay chiqib boshqa bir pul birlik qo'llangan bir sistemada bular. Endi bu Rossiya zonton Putinninki bu signalni berishi dunyo Amerikaga bu nimadan direkt berdi? Aning keyin oyat Xitoy bilan nimasi bor-da, Xitoy hozir Rus qattiq yordam qilayotgan mezgilida Xitoyga moyillik emas, Amerikaga moyillik bir Amerika dollarini ishlatgan to'g'risida gap qilishi
bu nimeden direkt burada. Bu haqda gibi siz okugan bir mulayizlar müşakkıda bu qafas ortaqlasan hakem söhbət to'xtaylik. Bu endi birimjon bu sal uzun topik bo'lib ketgandek turdi. Men bir yig'izli gapni qistirib bu yerda. BRICS var. BRICS degani Xitoylar birlashib Amerikaningki dollar Amerikaga g'arbga qarshi turish uchun chiqargan bir narsa. Uning Putinning Trumpni tarafda bo'lmadi-ku, ham Trump bilan yaqinlashgansa BRICSningki parchanib ketishini direkt berdi. U bir andan keyin Xitoyga yomon cho'ng bir zarba u. Putin agar Trump bilan yaxshi munosabatda bo'lgan bo'lsa, Alaning avliqi defense system deydi-ku, Xitoylarning tuzgan bir defense systemlar var. Nima deydi? Bir Osiyo bir nima deydi? Asiya ASEAN deb birlashmasi var. Şu vaqtlarda uning ichida Rossiya, Xitoy, andikin asosan Hindiston bu davlatlarni akirib shunda bir qurilma qurmoqchi. U buzilib ketdi degan so'z. Menimcha u buzilib bo'ldi. Trump'im o'zi shu campaign speech'i nihoyatda aniq dedi. Amerika dollarining kuchini men jazman saqlab qolman. Chunki u Amerikaningki miyig'izlik narsasi. Agar buni yo'qotib qo'yadigan bo'lsak, Amerika yo'qaydi degan gaplarni degan. Putin bilan ayrim munosabatda bo'lish u yaxshi ish. Uyg'urlarga yaxshi ish u. Uyg'urlar nima uchun yaxshi bo'ldi degan chaqda Xitoyning kuchini ojizlashtirayotgan. Gapim tugdi. Mavlon Gastoncha qadagan gapingiz bormi? Nima bu masalanga bu necha vaqtga dollar keldida dollarni bu adil masalan break bu 5 davlatlar birlashib bularning deydigini dollardan ayrilishda Xitoycha 4 million deydi dollardan ayrilish Xitoyning eng chong siyosati. Bu siyosatning oshmig'i bakda Xitoy buni kuchab ketishning bir yeri masalan 50 yil burun Amerika bilan Arablar shu vaqtida 40-yil 70-yil munosabat qurganda Arablarning neftni faqat dollar orqali hisoblaymiz deb 50 yillik do'g'or tuzgan. O do'g'or 6-oyning 24-kuni tugdi. Tukkan yaqi u do'g'orga yeni texi qo'ymadi. Xitoylarning deydigini endi bu neftlarni dollar emas, hamma nimada olsak bo'lamdi deydi. Arablar endi jiqroq manbasi ko'proq bo'lsin deydi. Lekin uni qiladiganqa Amerikadek mushta savdo moliya sistemi çoğun bir software manda islam yumuşak. Şu bozuldu o yok. Mesela ben aldım kıtım sözlep ötkettim. Mesela Xitay bile mesela Rusya'da koyaylı. İkisi yüzüne pul dolar işletmeyimiz. Kanda kılıdı. Mesela o vakti ben bir yuan halk pulunu apırım. Şu bir yuan halk pulu kançı rubilge tenkildi diyen neyse birinci oturga çıkıyordu. Şu vakti bular adı kanda hesaplanıyordu. Şu günü yuan qanchalik dollarga teng, rubil qanchalik dollarga teng. Shu orqali bular ikkisining qimmatini hisoblaydi. Dunyodagi Brazil, Hindistonmi shu? Hindiston bilan Amerika qilgandimi? Okay, men sana ma pulimni berman, sen al pul berib ber. Yana shu mening pulim bilan sening pulingning qimmatini qanday hisoblaymiz? Yana shu kuni mening pulim manchalik dollarga, sening puling manchalik dollarga deb hisoblab qildi. Şu bunu hazır çünkü Amerika imza koyuşunu aldırmadı. Arap'ın imza koymadı mı yani 50 yıllık. Çünkü hazır dolarının rolunu aldığan yok. Mesela sizlerin euro mu? Euro ama haklar euro'nu Amerika'nın orunu iptidadaydı. Euro mu? Her gün mesela Angliya pound bile euro'nu hesaplayın. Kanday hesaplaydı bulanın kıymetini. Dolar arkalı hesaplaydı. Şunun için bu cihette bu breaking'e ve to'liqimda ketdi ancha rol yo'q bu dollardan ayrılanmaydı. Endi Trump nimada campaign musobaqa so'ngdan prezident bo'lish jarayonida degan bir yer gap bor. Men Xitoy bilan Rossiyaning o'ttirikini munosabatini ayirib aytaman. Bu o'ttirga ziddiyat urman degan bu. Buni qila oladi. Mesela Ukrayna'nın uğraşını şundan toxtatdı Putin'nin mesela aldığınca Biden Ukrayna'nın Rusya'ya koygan yıllık cezalarını bir işkisine müştahil kıldı. Rusya'nın yüzü yok. Xitay'ın taşlarını mayak mamıdı. Çünkü Xitay'da yerde o Xitay mayak darol keldi. Rusya ezelden tatip Xitay'a beklənişten ayrılış bir Rusya'nın siyaseti.
Shuning uchun Xitoyga beqimma Putin bilan yaxshi o'qasa tez oldu. Bu BRICS'larning meningcha dunyo iqtisodiy bo'libmi savdo moliya iqtisodini tavratgidek hozircha kuchi yo'q. Birinci bir 30 sekund vaqt bergan bo'lsangiz men bir og'iz gap qo'yaman. 30 sekund. Mandaqcha men muhim nuqtalar men bu to'g'ri jiq gap qilmayman. Men yana bir muhim nuqta nima deganda men Trump kampaniya qilish jarayonida Amerikaning yer ostidagi mayni qazima dedi. Fracking deydi, Pennsylvania'ga verib, Alaska'daki maylar, şu maylarni qazimiz deydi. Buni drill baby drill deydi o. Drill baby drill deydi. Kola deganlik gapda, hey, balam kola yani degandek. Şu nim qilgandan keyin Amerikaninki iqtisodiy bir nayt cho'ng ko'tarish bo'ldi. Mening bugun anglashimcha Yevropadagi nimalar biz bu Saudiya Arabistonda mayni qimmat setuvagacha Amerikaning meni setuvamamdi degan gaplarni qilyapti deydi. Demak, u mayni qazib men birisi Amerikadagi mulozimatchilarning gaz to'laydigan bahasini tushirib o'tib o'zining campaign promise'dan birisini amalga oshirdi. Yana birisi Amerikaning iqtisodiy jihatdan may orqali Amerikaning yer ostida may bak ko'p, qazg'izmaydi. Demokratik partiya qazg'izmaydi climate change u bu deb. Trump'ninki proposalning birisi shuni qazg'maydi. Shu vaqtda u breaklarning nimasi qoldi? Breaklarning tuzuk nimasi qolmaydi. Agar Saudiya Arabistonning maylarining bahasi Amerikaninkidan qimmat bo'lib ketsa, kim u yerda may kirgizmiz deydi. Bu uzun parang'u bu yerda, balki Mavlan qo'shilmaydigan deb turdi. Shundan shu shiddat. Ya asıl Amerikaninki hamda nurg'un iqtisodiyotdan qarasanda Amerikaninki meni qizish maqsadda Saudiya Arabning meni qizishdan 6-7 qimmat to'xtab ketadi. Saudiya Arabning meni gurli chiqadigan mana shunga yer kuch ketmaydi. Amerikaning meni qilsa, Amerika nima ish qiladi import qildi desa, ayada import qilgan may o'zining qizgan maydan azon to'xtayotdi hozir. Shunga Amerika atama Chicago'dagi hostninkida gap qilsa. Ya endi shu mutaxassislarning analiz qilsam bo'ladi. Eng oxirgi bir nima deydi, hamda biz Amerika bilan bu Xitoyniki diplomatik munosabatda 1979 boshlandi shu vaqtdan bo'lib. Kissinger berishdan boshlandi. 78 balki 79dan boshlab asta-asta bular diplomatlar asliga keldi. O'chaqda nimalar bular hamda Xitoyni demokratlashtirish orqali Xitoyni o'zgartirish qilgan uningda har qaysi Cumhuriyet Partiyasi, Demokratiya Partiyasi shu yo'l tutib kelganda ta hamda bu narsa ta Trumpga qadar o'zgarmagan. Trumpga vaqtda bu ilgirki xizmat mezgillarda hamda shu chaqliqan Sovet Rossiyani nima emas, eng cho'ng tahdid Xitoyda butun nimasini Xitoyga markazlashtirganda hamda hozir bu qatimliq nimasidimi mana muavin prezidentim ham shu Hamda hozir buni nima qilayotgan vaqtda hamda Rossiyadan hamda Xitoyning qaytini ig'ib kirishdi hamda nimasi. Bu siyosat Putin anima Trump oxirgacha epmang olarmi? Mishaslikni. Ya bu hokimiyatga chiqib nima qilib bo'lgandan keyin shu bajni yuqoriltiman deb shu bajnimisini qilishlar chekilib qolarmi? Buningda analizini qanday bir nimalari va analiz demisiz? Siz o'qishda qachon? Ya bunicha qara. Sen bilsan bu Trump bu ticaretçi adam savdogar. Bu payda bormi yo'qmi hisoblaydi birinchi. Va Amerikaga payda bormi? Yo'qmi? Mushuni hisoblaydi bu. Har qanday hisob buni siyosatga shuni markazlashtirib, shunga Trump masalan nurg'un mushu demokratiyaning bir siyosatlarini iptashib o'tig'ini, o'ylaqa kambag'allar shundajiq pul berish. Nima qilsa, ular ishlab jon boqsin o'zi bu pul bermaymiz. Yiliqi odamning jinsini erdan ayolga o'zgartirish, ayolni erga o'zgartirish bu demokratiyalar shunda qo'yib turdi. Buni yo'q qilib o'tmanda nima ish qilib pul to'laymiz? Bu nim foyda bor bu yerda. Bu Trumpning ideyasida bu boshdan umri hoti shirkat qurib, shirkat taraqqib, pul tepib, dotsi bergan 10 million pulni 10 milliardga o'zgartgan odam. Shu foyda. Shuning uchun bu hisoblaganda har qanday menga foyda bormi yo'qmi deb hisoblaydi. Menga foyda o'z qiladi. Foydamiz qilmaydi. Yevropa masalan xalqaro munosabat BDTni bu nima qilmas, BDT yo'q bo'lsin bo'ldi deydi. Nima munosabati bor deydi.
u yerga bir har yil u BDT'ninki 60% pulni biz to'laymizga deydi. Yevropa beribmi? Sen o'zingning pul mudofaasini, sening mudofaangni nima ishga men pul xarjlayman deydi. Sen o'zingning xarjlab ularning pulini oldingidan bo'lgan kuchaytgan buda yana jiq pul turib o'zining mudofaasini xarjla, o'zing pul xarjla deydi. Hammaga kelganda Trumpning ideyasi shu bizga pul topamdi. Profit. Kirim bormi? Payda bormi? Ziyon bormi? Bu mushini nishon qilib turib, buni siyosatda o'zgardi. Masalan, bir davlatlar bilan bo'lgan siyosatga, masalan, hozir bunday qilib boqqandan keyin foydasi bo'lmasa, uniki o'zgartib ketaverdi u. Bugun uni noit o'zgarish. Ilaqa bir shirkatni boshqa qilgandaklar emasmi? Foyda bormi? Ziyon bormi? Profit first, bu American first deydi. Uni mandaq yaplaq til deysan, Amerika birinchi degan yaplaq til deysan, u gapning ma'nosi nima bo'lsa, Amerika foydayamdi, Amerika foyda bormi degan gap. Shuni hisoblab tutdi men. Shuni qarab, ashundan qarab siyosat o'zgardi. Unda o'z bugungi suhbatni mishad oxirlashtirlar. Ayda yaxshi analiz, muloyiza nimalarni o'qisanglar, xalqaro cho'ng obzorchilikniki, o'sha Rossiya Xitoy munosabati, Rossiya Amerika munosabati, Amerika Xitoy munosabati, shundaqla Trumpning Xitoy siyosati haqida yangi nimalar qolib uni to'plab yana bir suhbat qilamiz. Shu bugungi suhbatning asosiy temasi shu Uyg'urlar markazlashtirsam yana boshqa o'tib ketib qoldi. Yana bir qattiqroq kontrol qilib nima suhbatni asosiy o'zimizga qaytaroq bir nima qilaylik. Boshqa yana bir qattiqan gaplar bormi? Bo'lmasa to'xtamdi. Bo'ldi. Mening gapim yo'q, tugdi. Rahmat abinga, rahmat. Rahmat, vaqtingiz qilib ekranga chiqib berganingizga, hammanglarningki 11-12 kuni bo'lgan Sharq Turkiston Mustaqillik Jumhuriyatiga muborak bo'lsin. Kelar qatamliq yana suhbat programmamizda ko'rishamiz. Yana boshqa qarindoshlarningki, yana boshqa analizlar o'qib qolsa yoki boshqa temalarni suhbat o'tkazmoqchi bo'lib qolsa, aloqalashsanglar, suhbat uchun qulaylik fursat yaratib beraman. Rahmat. Bo'ldi. Xo'sh.